Bir kuni bo'rilar itni o'rab olib yemoqchi bo'lishdi. It ulardan uni o'ldirmaslikni so'radi va uning evaziga ularga qo'ylarni topishda yordam berishga va'da berdi. Bo'rilar itni to'dada qoldirishdi. 2 yil davomida it ularga yordam berdi. Hamma narsani o'rgatdi, joylarni ko'rsatdi va ular bilan ov qildi. Qish keldi. Ovlar o'xshamadi. Bo'rilar och qolib nima qilishni bilishmadi. Nihoyat ular itni yeb yuborishga qaror qilishdi. Ular itni yedilar. Suyaklarni ko'mib qabr toshini qo'yishdi va qabr toshiga nima deb yozishni o'ylab qolishdi. Kimdan deb yozamiz? Do'stlardan debmi? Qanaqasiga do'stlardan deb yozamiz? Axir biz uni yedik-ku. Dushmanlardan deb yozamizmi? Axir biz 2 yil birga yonma-yon yashadik, ov qildik va o'ylab kollektivdan deb yozib qo'yishibdi. Qissadan hissa. Ishdagi kollektivingiz sizga do'stmi? Bu faqat ishdan bo'shaganingizda aniq bo'ladi. Baribir ishxonangizda sizga haykal qo'yishmaydi. 3-kuni esa sizni hech kim eslamaydi ham. Shuning uchun o'zingizni seving, oilangizni qadrlang. Qolgani esa bir gap bo'ladi.